Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana yana bitta ish jarayonidan video lavhalar qo'yib boryapmiz. Bu molxonamiz 50 metrga 20 metr joyimiz. Stoyka sarob firmalarda shotirlik qilib, chiroyli qilib qo'yib berdik. Tunugalari bilan qatirib berdik, kraskalari bilan. Kvadrati 250 ming so'mdan tushdi. Shum izolyatsiyasi bilan qatirdik. Loy bosilmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. 77 kodi bilan 374 27 77. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ish jarayonidan lavhalar tashlab turamiz. Ko'rib kuzatib turasizlar ishlarimizni.